Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan biz Italiyada ta'lim, Italiyada qanday qilib grant yutish mumkin va qanday qilib orzularingizni amalga oshirishingiz mumkin va Yevropaga bemalol keta olishingiz mumkinligi haqida gaplashib olamiz. Va bizning bugungi mehmonimiz ovozli chatimizda Mr. Asko ismi bilan mashhur bo'lgan mentor. Menimcha siz ularni tanisangiz kerak. Hozir mentorimizni so'zga taklif qilamiz va ular bu yoqda o'zlarining tajribalarini va grant yutish sirlarini o'zlari bo'lishib beradilar. Assalomu alaykum. Shohboz Erkinov, sizga so'zni berdim. Assalomu alaykum. Ovozim boryaptimi? Ha, biz sizni eshityapmiz. Hozir bir daqiqa kameramni to'g'rilab. Adashmasam. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Xayrli kech. O'zbekiston vaqti bilan menda hali kech bo'lgani yo'q, hali menda erta. Sizni bu yerda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalo rahmat taklif uchun. Men ham xursandman. Boshlasak bo'laveradi. Ha. Albatta. Menimcha ko'pchilik qo'shildi. Hozir unda men prezentatsiyani boshlay. Demak, biz hozir mentor bilan suhbatni boshlaganimizdan keyin savollar bo'lsa, savollarni izohlarda yozib qoldiring va biz unga chat oxirida javob berishga harakat qilamiz. Mentorimiz juda ham zo'r slaydlarni mana tayyorlab kelganlar va ular beradigan ma'lumotlar juda ham qimmatli. Iloji boricha barcha yo'nalishlarni bakalavr, magistratura, foundation darajalarini qamrab olishga harakat qilganlar va albatta ularning mehnatini qadrlagan holda, diqqatimizni bergan holda ularni eshitishga harakat qilamiz. Marhamat, so'z sizga. Rahmat. Meni slaydim ko'rinyaptimi? O'tkazsam agar. Ha, ko'rinyapti. Unda boshlasak ham bo'ladi. Okay. Boshlashdan oldin bir ovozni tekshirib olamiz. Ya'ni ovozim hammaga eshitilyaptimi yaxshi? Iloji bo'lsa, chatga yozsangiz juda yaxshi bo'ladi. Bu oxirigacha keyin hech qanday to'xtamay davom etamiz. Okay. Chatga yozib yuborsin agar shu yerdagilar bo'lsa. Ovoz yaxshi borayotgan bo'lsa. Yoki yo'q deb yuborsangiz juda yaxshi bo'ladi. Ovoz kelyapti. Yaxshi. Xo'p. Va endi keyingi efirni kimlar kuzatmoqda? Shuni bilib olishim kerak. Ya'ni maktab o'quvchilarimi, bakalavrda o'qiyotganlarmi yoki magistraturada o'qiyotganlar va Italiyada aynan qaysi yo'nalishda o'qisangiz juda yaxshi bo'ladi. Chunki bugungi ovozli chatimizda men o'shanga ko'proq, ya'ni sizdan keladigan javoblarga qarab ko'proq o'shanga fokus e'tibor qarataman. Bakalavr, magistratura o'qishim kerak. Yaxshi. Bakalavr 4-bosqich. Men ko'rib turibman, bemalol yozsangiz bo'ladi. Bakalavr 4-bosqich, bakalavr uchun o'qimoqchiman, foundation bo'lish kerak ekan. Bakalavr, doktorantura, ajoyib. Deyarli hamma bugungi ovozli chatimizda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan hammasi bor ekan. Bakalavr, magistratura. Okay. Ajoyib. Xo'p.
Demak, boshlashdan oldin o'zimni tanishtirishim kerak. Bu bola kim ekan, Mr. Asko kim ekan deb o'ylashingiz mumkin. Xo'p, kanalda ketgan ma'lumotlar, lekin hozir o'zim haqimda sizlar haqingizda ozroq ma'lumotga ega bo'ldim. Okey. Ismim Shahboz Erkinov. Mr. Asko taxallusi bilan faoliyat olib boraman. Xo'p, Navoiy viloyatidanman, tumandanman. Samarqandda 2019-2023 yil bakalavrda o'qiganman. Hozirda Italiyada Tusha universitetida magistratura bosqichida o'qiyman, biotexnologiya yo'nalishida. Bundan tashqari o'zim loyihalarim bor. Sayohatni juda yaxshi ko'raman. 25 dan ortiq grantlar yutganman. 20 ga yaqin davlatda bo'lganman. Bundan tashqari 4 yildan ortiq muddat davomida turli xil xalqaro grantlarda topshirib kelaman va tayyorlayman talabalarni universitetlarga, almashinuv dasturlariga, har xil. Okey. O'ylaymanki, men haqimda ozroq bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingizlar. Endi shuncha grant haqida aytdim. Endi bu international xalqaro yozgi maktabda yutgan grantim. Umuman olganda grant deganda o'z bilasizlarki, bu to'liq moliyalashtiriladigan dastur. Men yutgan, hozir aytadigan ma'lumotlarimda yutgan grantlar hammasi to'liq moliyalashtiriladi 100%. Bu Rossiyada xalqaro yozgi kampda yutganman grant asosida. Bu Qozog'istonda bo'lgan dastur, Kayla deb nomlangan. Bunda ham 100% grant asosida qatnashganman. Bu Germaniyada bo'lgan 2025-yil vatandoshlar forumi bo'lgan. Bunda ham 100% grant asosida Germaniyada Berlin shahrida qatnashganman. Bundan tashqari Erasmus dasturlarida bir necha bor yutganman. Bu Turkiyada bo'lgan. Bunda ham 100% grant asosida qatnashganman. Yoshlar almashinuv dasturi Napoli, Italiyada bo'lgan bu dastur. Bunga ham bir grant dasturi orqali qatnashganman. Slaydingiz rasmlar ko'rinmayapti, menimcha qolishi kerak. Okey. Hozir Slayd ko'rsatish qismini bosib olsangiz bo'lardi. Aha, endi ko'rindi. hozir to'xtang. Ekran o'tyaptimi? Ekran o'zgaryaptimi? Hozir o'zgarmayapti. Bir daqiqa, uzr. Hozir buni to'g'rilaymiz. Juda ham ko'p grantlarda qatnashgan ekansiz, to'g'risini aytsam. Shunday qiziqish bilan va o'zimni sog'inib. Ko'rinyaptimi hozir? Katta bo'lib emas, faqat adashmasam endi bo'lsa kerak. Endi o'tyaptimi? Yo'q. Nega tushunmay qoldim? Do'st. Mana topdim. Endichi? Boyagi holatda chiqib turibdi. O'zgarmayapti yana? Yo'q. Siz o'zingizni ko'rasizmi yoki bo'lmasa sizda? Men nega unday bo'ladi? Hozir. Boyagi joyini bossangiz, hammasi ko'rinmayapti, baribir ham. Hozir o'zgarmadi yana? Yo'q. Nega bunday bo'lyapti? Hozir men bilishga harakat qilib ko'raman. Yo'q, menimcha bittalab bosib o'tkazganingiz yaxshi. Lekin o'tkazyapman. Kirib ochsam o'zgarmayapti, adashmasam sizlarda.
Hozir. Qaysi qismidan? Va hozir ekranim ko'rindi, to'g'rimi? Hozir men o'zimnikini yopib to'xtatay. Bo'ldi, ko'rindi. Ko'rindi, ha? Hozir tekushего slайda bosdim. Katta ekranda ko'rindimi? Erasmus. Ko'rindi. Juda katta emas, lekin ko'rinyapti. Nega katta qism ko'rmadim? Katta qilmadingiz, adashmasam hali. Ekran kattartirdim. Endi Katta qildim. Endi-chi? menga uzilib kelyapti. Yo'q, baribir shunday. Balki internetda muammo bo'layotgandir. Qolganlarga ko'ryapti. Menimcha o'zingiz ko'rsatganingiz yaxshiroq. Boyagi holatda yoki men o'tkazib turaymi? Qaysi birisi? Bo'lmasa o'shanday qilaman, biroz kichikroq bo'ladi, lekin okey, endi shunday qilamiz. Hozir ko'rinyaptimi? Ko'rindi, yana yarim ko'rindi. Endi to'liq ochildi. Yanada kichik. Menimcha nima holatda ko'rsatsangiz ham baribir kichkina qoldi. Menimcha shu holatda turgani yaxshiroq. Vaqtimiz ham chegaralangan. Shu sababli. Endi bo'lyaptimi? Ha. Okey, uzr, texnik sabablar bo'yicha ko'rinmayapti menimcha. Xo'p, bu Italiyada bu qatnashganim, bu Bolgariyada Erasmus dasturi yutib qatnashganman. Bu Ruminiya davlatida, bu Xorvatiya davlatida trening kurs grant dasturini yutib qatnashganman. Bunda ham bir haftalik dastur edi. Bu esa erishgan yutuqlarim ichida eng kattasi bo'lgan, o'zim xohlagan, bu Shveysariyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi qarorgohida forumda 100% grant yutib qatnashganman. Bu ham to'liq moliyalashtirilgan. Bu esa FAO, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan qilingan forumda qatnashganman. Bu Italiyada bo'lgan 80 yilligiga bag'ishlangan forum. Xo'p, bu yaqinda qatnashdim. Bunda Erasmus dasturi bilan Fransiyada bo'lgan dastur. Bunda ham 100% grant yutib qatnashganman. Xo'p, o'ylaymanki, men haqimda qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingizlar. Endi asosiy qismga o'tamiz, ya'ni Italiyaga sayohat qilamiz. Nimalar o'rganamiz bugun? Birinchi o'rinda Italiyada ta'lim darajalari, qanaqa ta'lim darajalari borligi, talablari va grantlar, stipendiyalari, talabalar hayoti, Italiyada o'zi qanaqa imkoniyatlar bor talabalar uchun va oxirida mentorlik kursi taqdimoti va shuningdek yana oxirida savol-javob va oxirida qolganlar uchun men zo'r sovg'am bor. Italiyada o'qishni xohlaydiganlar uchun juda qo'llanma bor. Muhim qo'llanma, ma'lumot universitetlar haqida ma'lumotlar hammasi to'plangan. Faqatgina oxirigacha kuzatganlarga bu beriladi. Demak, asosiy qismga o'tsak bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rinyaptimi ekranim? Ovozim boryaptimi? Yaxshi, xo'p. Italiyada qanaqa o'qish darajalari bor va kimga mos? Foundationdan boshlanadi. Bu qanaqa 12 yillik ta'lim qiladigan bakalavrga kirish uchun tayyorgarlik kursi sifatida qaratiladi va 1 yil davom etadi. Keyingisi bakalavr. Italiyada bakalavr 3 yillik dastur bo'ladi. Tanlangan yo'nalishingizga chuqurlashtirilgan tarzda o'rganasiz. Va keyingisi bakalavrdan keyin magistratura. Bu 2 yillik yuqori darajadagi o'qish, mutaxassisligingizga chuqur kirib borgan tarzda o'rgatiladi.
va PhD bor. Bu 3-4 yillik davom etadigan bu ilmiy tadqiqotlar qilishda, maqolalar yozishda, professorlar bilan ishlashda, o'qish magistraturadan keyin bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Bugun esa biz asosiy foundation, bakalavr va magistraturaga to'xtalamiz. Okay. Italiyada o'zi qabul qachon ochiladi va qachongacha davom etadi? Odatda Italiyada noyabr-fevral oyidan birinchi qabul ochiladi. O'zi 3 ta qabul bor asosan. Bu noyabrdan fevral oyigacha davom etadi. Ikkinchisi qabul fevral oyidan aprel oyigacha davom etadi va eng yaxshi payt hisoblanadi Yevropa ittifoqiga kirmaydigan davlatlar uchun. Va uchinchi qabul iyun-avgustgacha ochilib davom etadi, lekin bunga Yevropa ittifoqiga kirmaydigan davlatlar topshira olmaydi. Ya'ni O'zbekistonlik talabalar topshira olmaydi. Shuning uchun birinchi va ayniqsa ikkinchi qabulga topshirish eng yaxshi payt hisoblanadi. Xo'p, qanaqa jarayonlar bor topshirish uchun? Deyarli bir-biriga o'xshab ketadi, lekin ayrim jarayonlar hujjatlarda farq qiladi. Foundation uchun sizda pasportingiz, rasmingiz, keyin 11 yillik tugatganlik transkriptingiz yoki diplomingiz, keyin letterlar, ya'ni xatlar, motivatsiya sertifikati. Xo'p, Italiyada qanaqa universitetlar bor foundation uchun topshira oladigan? Sapienza universiteti bor. Bu dunyoda turadigan top 128-o'rinda turadigan universitet. Tor Vergata universiteti, Siena universiteti bor. Ya'ni foundation o'qishingiz uchun. Hamma universitetda ham yo'q, foundation o'qish uchun alohida universitetlar bor. Misollar tariqasida keltirib o'tganman. Parma, Ca' Foscari, Pisa universitetlari ham foundation o'qisangiz bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi. Qanaqa jarayon foundationda qanaqa bo'ladi topshirishingiz? Birinchisi application to'ldirasiz va shu joyda eslatma qilishim kerak. Bu foundation uchun Italiya hech qanday nima desam ekan, siz grant yutmaysiz, balkim kontrakt asosida o'qiladigan qism hisoblanadi. Ya'ni magistratura va bakalavrdan farqli ravishda 1 yil davomida, masalan, siz birinchi kontrakt to'lab o'qiysiz. Keyin universitetga topshirgandan keyin pre-enrollment qismi bor, ya'ni qabul xati olganingizdan so'ng keyingi jarayon DAO viza, ya'ni viza jarayoni va oxirgi Italiyaga kelib to'liq enrollment, full enrollment qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bir daqiqa, o'tib ketibman. Endi bakalavr uchun qanaqa jarayonlar, qanaqa hujjatlar kerak agar Italiyada o'qimoqchi bo'lsangiz? Shu yuqorida aytilgan ya'ni xalqaro pasportingiz, 11 yillik o'qiganingiz haqida attestat, keyin 1 yillik foundationda isbotlovchi hujjat. Shu joyda aytib o'tishim kerak, siz foundationda O'zbekistonda o'qisangiz ham bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda birinchi kurs bo'ladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda o'qigan 1 yilligingiz, bu xoh davlat universiteti bo'lsin, xoh xususiy universitet bo'lsin, o'sha 1 yillik foundation o'rnini bosadi. Keyingisi jarayon motivatsiya xatlaringiz, CV'ingiz va til sertifikati yoki mana bu agar siz top universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, TOEFL, SAT yoki CENTES degan test tizimlar bor, o'shalarni ham topshirishingiz kerak bo'ladi, lekin hamma universitetlar talab qilmaydi. Xo'p, endi bakalavr farq qiladi va o'z bakalavrdan boshlab Italiya ochiladi. Nimaga? Ya'ni masalan, Sapienza universiteti deylik top 128-o'rinda turadi va e'tibor bersangiz kontrakti 0 va regional scholarship'lari bor. Siz o'shanga topshirib 7,000-8,000 ayrimda undan ham yuqori stipendiyalarni olsangiz bo'ladi, scholarship yutib olsangiz bo'ladi. Masalan, Florence universiteti, Siena universiteti bularda ya'ni bitta joyga e'tibor berishingiz kerak. Bu biznes sohasidagi bo'lgan universitetlar, biznes, ekonomiya. Bu universitetlar ham masalan Turin, Bologna, Pisa universiteti ham shu tarzda, ya'ni tuition fees, ya'ni kontrakt narxi 0 ga teng. Nima uchun bunday deganman? Chunki Italiya kontrakti narxini bu alohida nima desam ekan, hamma uchun bir xil belgilamagan, ya'ni davlatlar kesimida iqtisodiyotiga qarab belgilagan. Ya'ni rivojlangan davlatlar uchun, rivojlanayotgan davlatlar uchun va kam imkoniyatlar bo'ladi-yu, davlatlar o'shalarga ko'proq imkoniyat beradi. Masalan, O'zbekiston rivojlanayotgan davlat deb qaraydigan bo'lsak,
shu aytib sanab o'tgan universitetlarimda shunday, masalan, nol to'lanmaydi. Faqatgina soliq to'lashi mumkin. Bu ham taxminan 150 yevro yiliga to'laysiz. Juda arzon. Yoki kontrakt bo'lsa ham juda arzonlashtirilgan tarzda bo'ladi. Shu joyda eslatma. Yevropada eng birinchi universitet Italiyada, ya'ni ochilgan. Ya'ni mana bu universitet Bologna universiteti eng birinchi universitet hisoblanadi Yevropadagi. Okay. Endi agar ya'ni computer science bo'yicha qanaqa universitetlar bor Italiyada? Turin universiteti, Bologna universiteti, Pavia universiteti mana topshirsangiz bo'ladi. Bularda masalan regional scholarshiplar bor, masalan Ergo, Lazio Disco, ya'ni har bitta regionda, ya'ni oddiy dehqoncha tushuntirsam, har bitta viloyat, deylik O'zbekistonda viloyatlar, masalan Navoiy, Toshkent, Samarqand bo'lsa, har bitta viloyatda o'zining grantlari bor. Ya'ni siz o'sha viloyatingizda joylashgan universitetni scholarshipiga, grantiga topshirasiz va olsangiz bo'ladi scholarship yutib. Xo'p, endi magistratura qanaqa davom bo'ladi Italiyada? Sizni pasportingiz kerak, rasm, attestatingiz, diplom yoki 4-kurs akademik transkript. Shu joyda aytib o'tishim kerak. Agar siz bakalavrda 4-kurs bo'layotgan bo'lsangiz, hozir o'qiyotgan bo'lsangiz, siz topshira olasiz. Hozirda siz o'zingizni transkriptingizni yuklagan holda qilsangiz bo'ladi. Ya'ni siz bitirganingizdan so'ng keyinchalik diplomingizni yuklasangiz bo'ladi. Keyin bakalavrda ham shunday qilsa ham bo'ladi. Motivatsion xatingiz, CV'ingiz va til sertifikati kamida B2, ya'ni 5.5 dan boshlanadi Italiyada. Qanaqa jarayonlar davom etadi? Buni aytdim. Magistratura uchun qanaqa universitetlar bor? Italiyada universitetlar 70 ga yaqin davlat universiteti bor. Masalan, veterinariya biotexnologiya sohasiga mos kelgan universitetlar. Turin universiteti top turistlikda turadi, bino bo'yicha. Scholarship Edisu, yana Bologna, Kusha universitetlari bor, agar shu sohada o'qimoqchi bo'lsangiz. Endi diplomatiya, huquq sohasida qaysi universitetlar bor? Masalan, Bologna universiteti bor, Sapienza universiteti bor, Milan universiteti bor. Bularni ko'rgan bo'lsangiz, juda masalan kontragi yo'q yoki juda past bo'ladi. Endi keyingi keyingi o'tishdan oldin tushunarli bo'lyaptimi? Meni gapirganim yaxshi yetib boryaptimi? Masalan, ovozim boryaptimi? Men bilishim kerak-da hozir. Yaxshi boryaptimi? Agar iloji bo'lsa, chatga yozib tursangizlar, men ko'rib turibman. Tushunarli bo'lyapti yoki yo'q, ovoz yaxshi boryapti aytsangizlar, men ko'rib turibman. Okay, yaxshi. Xo'p. Universitetga masalan kirganingizdan so'ng, topshirganingizdan so'ng acceptance letter mana bakalavr uchun shu holatda bo'ladi. Bu o'zimning o'quvchimni qabul xati, hozirda Italiyada o'qiyapti. Xo'p. Magistraturada qanaqa? Magistraturada ham siz topshirganingizdan so'ng sizga keladi, email keladi va yoki saytdan kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz shu universitetga kirdingiz. Masalan, Sapienza universitetiga o'quvchim kirgan magistraturaga, o'sha 128 yo'lda turadigan. Okay. Endi Italiyaga kelish uchun 6 ta eng muhim sabab. Sabablar ko'p. Nima uchun Italiyada o'qish kerak? Shular haqida ozroq qiziqarli faktlar deyman, ma'lumotlarni aytsam. Birinchisi yillik grantlar 7000 va 10.000 yevrogacha ekvivalent tarzda yutib olishingiz mumkin. Turli xil regional scholarshiplar, DCU, Edisu, Lazio Disco va kontrakt, yotoqxona va ovqatlanish xarajatlarigacha qoplaydi ba'zida va juda arzon narxda bo'ladi agar siz scholarship yutadigan bo'lsangiz. Oylik stipendiya 900 yevro. Masalan, MAESI degan scholarship bor, davlat stipendiyasi. Bu 8.000-9.000 yevrogacha beradi sizga. Bu stipendiya sizni yillik xarajatlar uchun yetarli. Xo'p, keyingi imkoniyat.
Sizda Italiyada masalan sizga resident permit beradi. O'sha bilan siz 20-30 ga yaqin Yevropani ittifoqiga kiradigan, ya'ni Schengen zonasiga kiradigan davlatlarda, shuningdek undan tashqari masalan Shveysariya kirmasa ham unga hech qanday vizasiz erkin tarzda kira olasiz. Juda yaxshi imkoniyat. Keyin Yevropada kuchli karyera eshiklari. Imkoniyat ko'p, masalan turli xil internshiplar, Erasmuslar, ish imkoniyatlari juda ko'p Yevropada. O'zim ko'rganim va qatnashganimdan kelib chiqib aytaman. Keyin talabalar uchun rasmiy ishlash huquqi mavjud Italiyada. 20 soatgacha haftasiga. Masalan, part-time ishlashingiz mumkin, turli xil ishlarda yetkazib berish mumkin, yetkazib berish xizmati, kafe, har xil endi restoran. Va keyingisi eng muhim deb o'ylayman, bu ta'lim narxi ko'pchilik universitetlar kontraktlar juda arzon. Masalan, o'zimda bitta o'quvchim bor, magistraturaga kirgan, masalan. Hozir faqatgina kontrakt to'lamay, 400 da turadi. Faqatgina mana soliq to'laydi. Lekin kontrakti 0. Juda arzon. Xo'p, nega Italiyada o'qish kerak? Yana bir sabablar bor. Ariza topshirishga qat'iy limit yo'q. Ya'ni masalan bu yerda har xil grantlar bilasizlar. Masalan DID bor, Erasmus Mundus bor, yana har xil davlat grantlari bor. Ularda masalan chegara bo'lishi mumkin. Universitetga topshirishingiz va yo'nalishlarda chegara bo'lishi mumkin. Lekin Italiyada u narsa yo'q. Siz istalgan regionalda istalgan regionaldagi universitetlarga topshirsangiz bo'ladi. Bir nechta. Har bitta regionda masalan 3 ta universitet, juda ko'p universitet bor. Siz xohlagancha topshirsangiz bo'ladi. Undan chegara yo'q. Endi ayrimlarda application to'lovi bor, lekin bundan cheklov yo'q. Keyingisi hozirda Italiyada 1000 dan ortiq o'zbekistonlik talabalar o'qishmoqda. Siz yolg'iz qolmaysiz, Italiyaga kelsangiz tez uchratasiz o'zbeklarni va o'zbeklar biz yig'ilib turamiz. O'zbeklarning communitysi bor Italiyada. Keyin talabalar uchun imkoniyatlar ko'p. Masalan, juda arzon muzeylar, transportlar arzon, bepul yoki chegirma, bayramlar uchun transportlar. Masalan, faqatgina Italiya emas, boshqa anoga borsangiz ham ishlaydi. Masalan, men Fransiyaga bordim, bitta muzeyga kirdim. Men Italiyada talabaligim uchun o'sha Fransiyada 30 yevrolik bitta muzey bor, mashhur. O'shani muzeyga men bepul kirgandim. Juda ya'ni talaba bo'lganingiz uchun boshqa masalan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar ham sizga imkoniyat. Ko'p universitetlarga faqatgina GPA bilan cheklanmaydi, ya'ni faqatgina GPA'ingizga qaramaydi. Bundan tashqari hujjatlaringizga, motivatsion xatlaringizga va to'g'ri strategiyaga qarashadi. GPA'ingizni juda yuqori bo'lishi har doim ham o'rin egallamaydi Italiyada. Keyingisi ingliz tili dasturlari uchun 5,5 dan boshlanadi Italiyada. Va agar siz o'zingiz sohada ingliz tilida bo'ladigan bo'lsangiz, siz conditional admission qilib, ya'ni hech qanaqa sertifikatlarsiz topshirishingiz imkoniyati bo'ladi. Mana Italiya haqida qiziqarli ma'lumotlarni aytdim. Endi savol tug'ilishi mumkin sizda, shuncha o'qish tayyorlab natijalaringiz bormi? Shuncha yurgan ekansiz. Xo'p, o'quvchilarim bor, hozirda o'qishyapti Italiyada. O'quvchim magistraturada o'qiydi, hozir Italiyada 2 yilga keldi. 100% grant asosida katta stipendiya yutib hozirda o'qiydi. O'zimning universitetimda. Keyingisi bu o'qishga kirgan Sapienza universitetiga, magistraturaga o'quvchim, bu Padova universitetiga kirgan o'quvchim. Padova o'tgan yili Italiyada 1-o'rinni oldi, eng yaxshi universitet sifatida. Keyingisi bu o'sha hozir Messina degan universitetda magistratura bosqichida o'qiyapti, ingliz tili yo'nalishida. Bu o'quvchim bakalavr o'qiyapti Messina universitetida. Bundan tashqari yana kirgan o'quvchilar natijalari bor. Bu o'quvchim o'qiyapti hozir Tushan universitetida magistraturada iqtisod yo'nalishida.
Bu yana qabul qilingan o'quvchilarimni anavlari natijalar. Xo'p. Fazilatxon shu yerdami? Ovozim eshitilyaptimi? Albatta, albatta. Okey, endi asosiy qismga o'tsak ham bo'ladi demoqchiman. Bitta maqsad uch xil yondashuv degan narsani men qildim. Avval nima deydi, o'zim mentorlik kursimda ham, ya'ni vebinarlar o'tsam, ya'ni so'rab olaman. Bu yerda ham uch xil maqsad bor, lekin uch xil yondashuvdagi auditoriya, talabalar yig'ilgan va shu narsani hozir sinab ko'ramiz. Shunda bo'lsangiz, hozir bitta chat ochsangiz juda yaxshi bo'ladi. Xo'p. Va bu narsani ya'ni hozir aytib olay, keyin savol bor, savolni tashlaysiz bo'ladi. Xo'p. Siz uchun uchta yo'l bor, qaysi biri sizga mos? Ya'ni ko'pchiligingizda masalan savol tug'ilishi mumkin, universitetga masalan qanday topshirsam bo'ladi? Ya'ni qanday qilib tez kirsam bo'ladi? Qanday tez natija qilsam bo'ladi? Qaysi yo'l men uchun yaxshi degan savol tug'iladi ko'pchilikda. Masalan, men ham boshlaganimda shunaqa savollar bo'lgan va men hozirgacha masalan aytgan 4 yildan ortiq shu yo'nalishdaman va shundan kelib chiqib men 3 xil yo'nalishni ajrataman va 3 xil studentlar bor bu yerdagilar ham. Va buni Grant Go misolida sizlarga ko'rsatib beraman va yaxshilab e'tibor berasiz. Va oxirida siz qaysi yo'l sizga mosligini aniqlab olishingiz kerak. Bu Italiya misolida emas. Endi masalan Italiya emas, bu hamma bu xoh Garvard bo'lsin, xoh Oxford bo'lsin, farqi yo'q, qaysi universitet bo'lishidan qat'iy nazar maqsad. Ya'ni siz maqsadingizga yetishingiz uchun shu 3 ta yo'lni bosib o'tishingiz kerak. Yo'q. 3 ta yo'l bossangiz bo'ladi. Xo'p, unda boshladik. Yaxshilab e'tibor berasiz. Keyin chatda yozasiz qaysi biri sizniki ekanligini. Okay, birinchisi o'zim nomlagan mustaqil tayyorgarlik deyman. Independent track. Ya'ni qanaqa? Mana bu yo'l deylik, mana bu siz. Mana bu siz boradigan, masalan Italiya deylik, Italiyaga borishingiz kerak. Ana shu yo'ldan siz bu yoqqa kelguncha shu 3 ta yo'ldan bosib o'tasiz. Independent track qanaqa? Ya'ni siz mustaqil tayyorlanasiz. Hammasini o'zingiz tomoningizdan qilinadi. Ya'ni siz yo'l qaysi yo'l qayerga olib boradiganini bilmaysiz. Buni xuddi Grantlar Go desam bo'ladi, kanalda desak bo'ladi. Ya'ni sizga tekin informatsiya beradi bu kanal. Sizga masalan aytadi, shu grantda deadline shungacha, shunga shunday hujjatlarni topshirasan deydi. Boshqa qo'shimcha masalan sizga hech kim support qilmaydi. Bu yo'lda masalan agar siz sabrli va nima deydi, backgroundingiz kuchli bo'lsa, ya'ni sabr bo'lsa, shu yo'l sizga mos deb hisoblasa bo'ladi. Keyingisi men nazoratli tayyorgarlik deyman. Bilsanglar, Grantlar Go'da Mentor Go loyihasi bor. Bu qanaqa? Mentorlar tomonidan, ya'ni ustozlar tomonidan o'sha top universitetlarga turli xil dasturlarda yutgan mentorlar tomonidan amalga oshiriladi va sizga yordam beradi. Ya'ni siz yo'lni yarmidan boshlaysiz va ular sizga aytadi, masalan, Qo'zivoy, sen o'ngga borsang yaxshi yo'l bor, chapga borsang yiqilasan degan narsani beradi. Ya'ni agar shu paytda agar sizga mentorga kimdir ustoz yordam beradi. Agar siz maqsadingiz, lekin bu yoqda sizga o'sha mentor yordam bergan taqdirda ham siz o'zingiz ish qilasiz. U faqat sizga yo'l ko'rsatadi. Mana bunaqa deb. Ya'ni u bosib o'tgan yo'lda. Va uchinchisi natijaga yo'naltiriladigan dangasalar yo'li deyman. Lazy but result oriented track. Ya'ni dangasalar yo'li deyman. Bunda Grantlar Go reklama dedim. Nimaga deganda, Grantlar Go'da reklamalar ko'rasizlar, har kuni har xil reklama keladi, har xil konsaltinglar keladi. Va ular aytadi, shunda shu universitetga kirgizib beramiz, nimadir qilamiz deydi. Ular ya'ni shunday desa bo'ladi. Lekin hammasini qiymati bor. Masalan bunda siz ishlamaysiz, siz o'rningizga birov ishlaydi va juda qimmat bo'ladi buning narxi. Masalan mustaqillikda masalan hammasi tekin bo'ladi, lekin siz vaqtingiz juda oz bo'ladi. Va Mentor Go'da qanaqaki siz yillik bu juda qimmat ham bo'lmaydi, arzon ham bo'lmaydi, o'rtacha bo'ladi. Okay, endi sizlarga savol. Siz qaysi biriga kirasiz? Qaysi toifaga kirasiz? Iloji bo'lsa yozib yuborsangiz, bir-ikki ish ko'rsangiz juda yaxshi bo'ladi. Mustaqilmi yoki nazoratlimi yoki mana lazymi? Sizga savolim bor, Shohboz. Aha. Siz qaysi biriga kirgansiz? Men mustaqilga kirganman, chunki
men 2022-yildan o'zim ya'ni erishgan natijalarimga o'zim erishganman. Ya'ni u paytlar bunaqa loyihalar ham, mentorlar ham bo'lmagan. Juda ko'p vaqtim ketib qolgan meni. Ba'zida bo'lmagan ish emasam ekan. Ya'ni o'zimda backgroundim to'g'ri kelmagan universitetlarga topshirib, vaqtimni waste qilganman, isrof qilganman vaqtida. Juda ko'p rejection olganman. Lekin mevasi yaxshi, ya'ni siz tajriba orttirganman bundan. Ana shu men mana bu o'rtadagi kiraman. Demak, siz o'sha tajribalaringizni yig'ib boshqalarga ko'rsatsangiz, o'sha boshqalar siz qilgan xatolarni qilmasdan tezroq yetib kelishlari mumkin. Shunday. Bunga 100% ishonaman va men harakat qilaman, o'zim kurslarimni aytaman. Okay, iloji bo'lsa yozsangiz men uchun qiziq, ya'ni bular talabalar uchun ham, ishtirokchilar uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Va keyin asosiy qismlarga o'tamiz. Yozishyapti. Hozirda 2-1, 2-1, 2-1, 3-2. Ikkilar ancha ko'p ekan. O'ylaymanki, hamma bilib oldi. Qaysi yo'nalishga ketishini va qaysi yo'nalish nosligini. Okay. Endi mentorlik kursi haqida o'tsak ham bo'ladi. Kanalda e'lon qilingandi va bu haqida batafsilroq sizlarga ma'lumot berib o'taman. 2. Xo'p. Kurs nima beradi va qancha davom etadi? Haligacha hal chatda yozuvlar ketyapti. Universitetlar. Haqiqatan ikkilar ko'p ekan. Xo'p. Unda o'tamiz. Kurs nima beradi va qancha davom etadi? Savollarga oxirida javob beramiz. Noldan boshlab Italiyaga yetib kelganingizdan keyincha va undan keyingi jarayonni qamrab oladi. Unda o'zingizga mos yo'nalish, foundation, bakalavr, magistratura, qaysi yo'l sizga mos, qaysi sizga to'g'ri keladi, shuni o'rganamiz. Keyin barcha hujjatlarni professional tayyorlash o'rgatiladi. CV, motivation xat, personal statement, recommendation letter va keyin ChatGPT va AI dan to'g'ri foydalanish o'rganamiz. Chunki bu hozir talab. Bundan ham qanday foydalansa bo'ladi, qanday plagiatsiz foydalansa bo'ladi. Keyingisi universitet tanlash, grant tanlashda xato qilmaydigan tizimga ega bo'lasiz. Ya'ni talablar, deadline, hujjatlar ketma-ketligi haqida bilib olasiz. Mentor nazorati va feedback olasiz. Ya'ni bu yoqda faqatgina mentor emas, kurator ham siz bilan o'tishadi. Va keyin Italiyaga kelgandan keyin ham jarayonlar bor. Faqatgina to'xtab qolmaymiz. Faqat Italiya universitetlariga kirguncha bundan keyin ham muhim jarayonlar bor. Resident permit bor, scholarship hujjat jarayonlari bor, universitetlarda ro'yxatdan o'tish va bular haqida ham dars o'z ichiga oladi. Va umuman olganda kursda oxirida sizda tayyor hujjatlar, aniq yo'l xaritasi va Italiyaga kelguncha va kelgandan keyin bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Xo'p, formati qanaqa bo'ladi? Mentorlik kursida 2 xil format, ya'ni onlayn nazariy darslar qismi va amaliy rekord darslar. Ya'ni onlayn nazariy qismida sizga nazariy ma'lumotlar beriladi. Universitetlar, qaysi universitetlar bor, qanday topshirish, qaysi universitet sizga mos, qaysi universitetlarda nima kerak, hammasi aytilsa. Amaliy darsda o'sha narsa, masalan, deylik, xatlar amaliy tarzda yozib ko'rsatiladi yoki universitetga topshirish ko'rsatib beriladi. Boshidan oxirigacha o'rgatiladi. Okay. Endi kimlar uchun mos va mos emas va kimlarni ko'rishni xohlaymiz kursda va kimlarni ko'rishni xohlamaymiz deymi? Xo'p,
Italiyada realni nima deydi, o'qishni reja qilayotganlar uchun o'sha 3 tala foundation, bakalavr va magistratura bosqichida o'qishni xohlayotganlar uchun. Keyingisi jarayonni tushunib xatolarsiz topshirishni xohlaganlar uchun. Ya'ni biz bu yo'ldan o'tganmiz va sizga o'sha xatolarni qilmasligingiz bilan aytamiz va sizga yordam beriladi. Keyin grant yoki arzon ta'lim orqali lekin nufuzli universitetda o'qishni maqsad qilganlar uchun. Xorijda o'qishni reja qilgan odamlar uchun men o'qiyotganlar hisoblanadi o'sha davlatdan ko'ra. Ya'ni agar sizda agar moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lmasangiz, siz qiynalasiz yo ishlashga majbur bo'lasiz, ishlab o'qishga. Lekin agar siz faqatgina ishlasangiz, o'qishga fokus qarata olmaysiz. Shuning uchun Italiya bo'lsin, boshqa davlat bo'lsin, birinchi o'rinda moliyaviy jihatini o'ylash kerak va Italiya eng o'zim bilgan tanlovlardan eng yaxshisi deb hisoblayman. O'rganishga, yozishga, hujjatlar ustida ishlashga mas'uliyat bilan yondashadiganlarni ko'rish mos. Keyingi kurs kimlar uchun mos emas. Hammasini tayyor qilib berishsin degan yondashuvchilar uchun. Ya'ni lezilar bor-ku, 3-turdagi. O'shalar uchun mos emas bu. Bu yoqda biz faqat mentorlar sizga o'rgatishadi, yo'l berishadi. Shunday qilasan, shu narsa shunday bo'ladi deb misollar bilan. Lekin siz o'zingizdan harakat qilishingiz kerak. Faol harakat qilmasdan tez natija kutadiganlar uchun. Ya'ni o'zi harakat qilmay kursga yozildi, lekin kirib ketaman nimadir degan deb o'ylaydigan bo'lsa, bu sizga to'g'ri kelmaydi. Qisqa vaqt ichida 1-2 haftada hamma ishni bitirishni xohlaydiganlar uchun. Agar hozirdan sabrsiz bo'lsangiz, Italiyada sizni omon qolishingiz qiyin deyman. Ya'ni demoqchiman, Italiya ozroq byurokratiya, ya'ni jarayonlar juda sekin. Ayrim narsalarni taqqoslasangiz, O'zbekiston ancha oldinlab ketgan. Ayrim narsalarda orqada bo'lishi mumkin, lekin juda nima desam, sekinroq ishlashadi. Hujjat ishlari, jarayonlar juda sekinroq ishlashadi. Ya'ni sekin bo'ladi demoqchiman. Bir daqiqa. Xo'p. Keyingisi, endi narxlar va to'lovlar qancha? Talabalar uchun umuman mos tarzda, yana bu yerda ham uch xil mos bo'lsa tushunishimiz mumkin. Masalan, deylik, birinchi tarif bor, basic. Bunda qanaqa? Bu bir marta hujjatingizni tekshirib berish bor, kurator nazorati bor, universitetga tekshirib berish bor, individual sessiya yo'q. Boshlash va yo'lni tushunish uchun deganlar uchun, xuddi sal mustaqilroq bo'lganlar uchun. Keyingisi 299 ming so'mlik bu standart tarifi. Bunda hujjatlaringiz 2 marta tekshirib beriladi va kurator nazorati bo'ladi. Ikkita universitet application, ya'ni hujjatingiz tekshirib beriladi va bitta individual sessiya mavjud. Eng ko'p tanlanadigan tarif ekan. 997 ming so'mlik bu tarif va oxirgisi eng yaxshi premium deylik, premium tarif. Bunda imkoniyatlar hammasidan ko'ra ko'proq. 3 marta hujjat tekshirib berish, 3 ta universitet application tekshirib berish, mentorlik nazorati bor. Faqat premiumda bor mentorlik nazorati, 2 marotaba individual sessiya bor. Bundan tashqari universitet tanlash bo'yicha ham individual yondashuv darsi bo'ladi va to'liq mentorlik tomonidan nazorat qilinadi. Umuman olganda Italiyadagi mana shu joyda sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ko'pchilik talabalar puliga qaraydida va voy buncha qimmat yoki nimaga o'zi basicda bir marta tekshirib berish uchun qimmat narx degan savol keladi. Lekin mana o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Siz ham chetga topshirish niyatida o'zingiz harakat qilgansiz va hech qanaqa mentor topolmagansiz o'sha paytda, topshirgan paytingizda. Va bu qo'yilayotgan narx hozirgi bozorda qanday? Boshqa kurslarga solishtirganingizda. Birinchi o'rinda deylik, siz
Yevropaga nima desam, Italiya universiteti hozir agar men Yevropada yashaganim uchun masalan bu agar desam 70, 80 va 90 yevro atrofida bo'ladi. Lekin siz agar Italiyaga kirganingizdan so'ng bu narsalar juda masalan qiymati pastroq bo'lib ketadi. Ya'ni demoqchiligim, agar siz Italiyaga kelganingizda scholarship yutadigan bo'lsangiz 7000 undan yuqori raqam olishingiz mumkin. O'shangacha stipendiya olasiz. Ya'ni xulosa qilsam investitsiya demoqchiman. Ya'ni agar men o'zimdan kelib chiqsam, masalan investitsiyani ayamayman, oddiygina deylik, ingliz tili kurslarini olsangiz hozir 1 milliondan ziyod ham borligini eshitganman. Oddiygina bir oy. Lekin bu yoqda o'zingizda nima deydi? Kelajagingiz uchun investitsiya. Bizda ham bo'ladi. Maqsadingiz kattaroq bo'lsa, investitsiya qilishni ayamang. Mendan faqat o'zingizga foyda keltiradigan, kelajagingizga foyda keltiradigan bo'lsa, ayamaslik tavsiya qilaman. Bu sizga 2 barobar, undan ko'proq qiymatli tarzda qaytadi. Qaytishiga ishonaman. Menda qaytib kelyapti. Qolganlarda ham qaytishiga ishonaman. Yana bitta savolim bor edi. Shu joyda mana premium qismida to'liq mentorlik va maksimal nazorat deyilgan. Deylik, talaba bu jarayonda har bir yozayotgan hujjatini mentor ko'rib chiqib, maksimal darajada tekshirib berishga harakat qiladi, to'g'rimi? Shunaqa. Boshqalardan farqli o'laroq mentor o'sha premium tarafdagi bilan ishlaydi. Ya'ni masalan mentor bo'lsam, ishlayman, o'sha boshdan oxirigacha nazorat qilaman. Lekin degani bu masalan universitetga topshirib bermayman. Ya'ni o'sha ko'rib borib, ko'rsatib boraman. Masalan, yo'q marta hujjat tekshirish. Juda muhim Italiya. Barcha jarayon men masalan mentor nazorat ostida bo'ladi. Ha, shuni nazorat qilayotgandim. Ba'zida chunki ko'raman, kuzataman, basicni olishadi va mentor bilan qandaydir bog'liqlik yo'qolib qoladi va keyin hujjati yarimchala qolib ketadi. Shu bilan shu yili yo yarim grant yutadi yoki umuman yutmaydi va blaming boshlanadi. Voy, men mentor kursini olgandim, lekin ishlamadi. Ko'p eshitganman shunaqa deyiladi. Eshitganman, men o'zimga endi kimligini aytmayman. O'sha sal mashhurroq ko'rsatayotganlarni o'quvchilari yozgan, shunaqa qilib shikoyat qilib. Bu joyda bitta narsa esga olish kerak. Ham mentor, ham kurator ham darslarni bir xil o'tadi. Ya'ni, masalan, men mentor bo'lsam, farqi shundaki, faqat imkoniyatlarda farq bor. Masalan, basicda bo'ladigan bo'lsa, tekshirib berishda masalan bitta bor ekan va individual sessiya yo'qligida. Bitta standartda bo'lsa, o'shani ko'proq varianti va bitta individual sessiya. Individual sessiya degani siz o'sha individual sessiyada xohlasangiz hujjatingizni tekshirtirishingiz yoki universitetga topshirish jarayonini tekshirtirishingiz va shularni o'z ichiga olish mumkin. Endi premiumda undan ko'ra ancha ko'proq, masalan, to'liq mentorlik nazorati deyilgan maksimal o'sha narsa bor. Yana universitet tanlash bo'yicha ham yana bitta bonus deylik darsi bor. Farq shunda, lekin uchala jarayonda ham kurator ham mentor ham bitta guruhda bo'ladi. Uzr, yana bitta savolim bor edi. Siz mana o'quvchilarni shu paytgacha tayyorlab kelgan ekansiz, ko'rsatib o'tdingiz acceptance letterlarni. Juda ham qoyil qoldim. O'zingiz o'qiyotgan universitetga ham mana talabalar kirishgan, tushgan. Shu talabalar bilan ishlash jarayonida o'zingiz talabalarga yaqindan yordam bergansiz, to'g'rimi? Scholarship yutishda. Va bu jarayonda hozir endi topshirmoqchi bo'lgan talabalarga nimani maslahat berardingiz? Scholarship yutaman deyotganlar uchun. O'zi nima deydi? Bitta gap bor, just do it. Shunchaki qilib, ya'ni harakat qilib ko'rish kerak. Ya'ni hozir aytganimdek, Italiyada hozir 1000 dan ortiq o'zbek talabalar o'qiyapti dedim. O'shalarni men ko'pchiligini taniyman va bilaman. Hammasi scholarship yutadi. Yutib olish ehtimoli yuqori. Chunki Italiyada scholarship berishda birinchi o'rinda oilaviy income deydi, ya'ni daromadga qaraydi. Ya'ni va limiti bor. Adashmasam 30 ming atrof edi. O'zbekistonda ko'pchilik
ning yillik daromadi uncha yevroga yetmaydi va men agar o'shani past scholarship berish ehtimoli juda yuqori, ancha yuqori. Agar hujjatlarni vaqtida va yetarlicha topshirsangiz bitasiz narsa bo'lsa, undan hozircha men ko'rganim yo'q. Ya'ni agar kim hujjatlarini vaqtida va yaxshi topshirganlarni hammasi yutgan. Judayam zo'r ekan unda. Chunki boshqa grantlarda ancha jarayon qiyinroq, ya'ni selection process judayam murakkab kechadi. Shu joyda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni boya yuqorida ham aytdim. Scholarshipni, ya'ni Italiya bu universitet bermaydi birinchidan, ya'ni region beradi, viloyat. Har bitta viloyat uchun alohida taqsimot bor, alohida kvota bor. Ya'ni masalan deylik, hamma viloyat bitta grant uchun talashmaydi. Ya'ni siz masalan Samarqandlik uchun o'zini granti bor. Siz Samarqandda masalan qaysi bor? Samarqand davlat universiteti bo'lsin, turizm universiteti bo'lsa, o'sha universitetda o'qigan topshira oladi. Boshqa regiondagi topshira olmaydi. Ya'ni bundan ko'rinib turishi mumkinki, ya'ni unchalik anonsi yo'q. Masalan, boshqa joydan kelib topish anonsi yo'q. Raqobatda demoqchiman. Yana aytganimdek, oilaviy daromadga ko'proq qaraydi va O'zbekistonda ko'pchilikniki unday emas. Ya'ni yillik daromadingiz agar 300 million yoki 400 milliondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'shanda sal muammoroq bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilikda oilaviy anonsi uncha emas. Shunday demoqchiman. Agar unday bo'lgan taqdirda ham juda ham kontrakt narxlari arzon. Kattakon rahmat javoblaringiz uchun. Vaqtimiz ham sal chegaralangan ekan. Savollaringiz bormi qismini ko'rdimda. Albatta savollarimiz juda ko'p degan narsa miyamga kelib qoldi. Chunki Mr. Asko sizni kanalingizda juda ham ko'p obunachilar ham bor ekan. Kuzatuvchilaringiz, o'quvchilaringiz va hozir chatda ham faollikni kuzatib, men shuni ko'ryapmanki, ko'pchilik talaba rostdan ham sizdan foydali maslahatlar olib kelmoqda va bugun ham olishdi. Rahmat. Endi savollar bo'lsa, javob beraman. Oxiriga ham yetdik. Kimda qanaqa savol bo'lsa, berishingiz mumkin. Va bu yoqda qo'shimcha qilishim kerak. Kurs link tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi agar kurs uchun. Tepada borda adashmasam. Barcha kelasizlar ma'lumot sifatida. Savollar bo'lsa, men javob berishim mumkin. Slayddan chiqsam bo'ladimi? Menga ko'rinib turishi. Albatta. Savollar bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Telegramda ovozni yoqib. Yo'qol ekanman. Yo'q, siz faqatgina ruxsat bera olgansiz va chatdagi ovozlarga, savollarga ham javob beraman. Chatda juda ko'p ketibdi lekin xabar. Men hozir kursni linkini Grandco kanaliga yana qayta tashlab qo'ydim, Mentorgo'dan va qiziquvchilar kurs mentori haqida birinchi tanishib va keyin kurs narxini ko'rib va murojaat va savollarni Mentorgo sarbonoziga yozishlari mumkin. Darslar 20-yanvardan boshlanishi kerak edi va biz hali ham o'quvchilarni qabul qilmoqdamiz. Kurs davomida siz o'zingizga mos universitet tanlab, to'liq moliyalashtiruvchi stipendiya uchun hujjat topshirishni, shuningdek viza olish jarayonini o'rganib olasiz va aynan bugungi chatimizda Erkinov Shohboz sizlarga bergan ma'lumotlardan ham yana ko'proq ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishadilar. Hozir esa biz savollarni ko'rib chiqamiz va qo'l ko'tarayotganlarni men ovozini yoqaman. Istaganlar ovozli xabar ham berishlari mumkin. Chatdagi savollarga javob bersam ham bo'laveradimi hozir? Albatta. Savol ketdi. Bakalavr uchun o'qimoqchi bo'lsak, foundation yil yopish kerak. Bu bilan qanday bo'layotganini ishlasa bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, foundation bu kontrakt asosida o'qiladi.
hech qaysi nima davlat universiteti Italiyadagida grant ajratmaydi, faqatgina bakalavrdan boshlanadi. Foundation'da Italiyada emas, O'zbekistonda o'qisangiz ham bo'ladi. O'zbekistonda o'qib, keyinchalik Italiyaga topshirsangiz bo'ladi yoki Italiyani o'zida o'qisangiz ham bo'ladi. Bakalavr 4-bosqich filologiya magistratura kerak. Men hozir yuqorida slaydda aytib o'tdim. Magistratura uchun universitetlarni va aytganimdek chatda oxirida tashlab beraman. O'sha ro'yxatda bo'ladi. Hamma bakalavrga ham magistratura uchun ham universitetlarda ro'yxati va scholarshiplar uchun ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mayli savol bersam, men sal keyinroq qo'shiluvdim-da. Ha, xo'p, devam. Hop, men Italiyaga magistraturaga topshirmoqchi edim. Bir qancha universitetlar ko'rib chiqdim hozirgacha. Aytaylik, o'sha Sapienza, Bologna, Siena aynan ingliz tili fakultetlarini, English and Anglo-American Studies ili shunga yaqin bo'lgan yo'nalishlari. Hop, savolim viza va scholarship haqida edi. Men bu kursingizda qatnashgan o'quvchilarga qaysidir, masalan, standartda yoki premiumda imенно o'sha viza yoki scholarshipga ham qanaqadir yordam bo'ladimi? Mentorda, chunki baribir endi boryapmiz-ku. Aha. Rahmat savol uchun. Scholarship uchun ham, viza uchun ham alohida dars bor. Dars o'tiladi. Ham amaliy, ham qanaqa topshiradi va qanaqa prosesda bo'ladi. O'rgatiladi bu haqida. Chunki o'zim Italiyada o'qiyman. Hamma jarayonni bilaman. O'zimda masalan keyslar bo'ladi-ku, ya'ni o'zimda o'quvchilarim kirgan, shunaqa vaziyatda shunaqa bo'lgan, shunaqa bo'lyapti. Bu bilaman qanaqa vaziyatlar bo'lishini va qanaqa qilishni. Bu dars davomida o'rgatiladi bu haqida. Scholarshipga ham, vizaga ham. Bo'yicha. Yana bitta savolim bor edi. Hop, ba'zi universitetlarga qabul hali ochilmagan ekan. Men birinchi primary qilganim Sapienzada, уже adashmasam 18-dekabrdan qabul ochilgan. Где-то shu 15-maygacha ekan pre-application. Birinchi hozir qabul ochiq. Kurs endi boshlanadigan bo'lsa, unga qachon apply qilsa bo'ladi? Men o'zim fevralning o'rtasigacha Sapienzaga apply qilishni mo'ljallayotgandim. Mabodo kursga qo'shilsa, qanchaga apply qilsa bo'ladi? Kursda o'zi nima deydi, yarmiga kelgandan so'ng o'zi o'sha jarayon boshlanadi, ya'ni topshirish. Ya'ni kurs shunday rejalanganki, siz ulgurasiz universitetlarga qolib ketmaysiz. O'sha nafaqat o'sha topshirish jarayoni, balki viza va undan keyingi jarayonlar ham o'tiladi. Chunki 1,5 oy davom etadi. Ya'ni o'zi fevralda o'zi deylik asosiy qismi o'tib bo'linadi. Martda o'zi viza jarayoni, scholarship qismi o'tiladi. Ya'ni o'sha universitetlarga topshirish jarayoni ham reja qilingan. Tushundim. Men bu endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmadim. Men hozir 4-kursda o'qiyman. Tushunganingizdek, qo'limda diplomim yo'q. Hozir 7-semestr tugatdik, 8-semestr endi o'qiyman. Guruhda eshitishim bo'yicha vizaga topshirish uchun diplom qo'lga olishimiz shart ekan. Ya'ni diplom bizga iyulda beriladi. Bittasi aytib qoldi, agar Sienaga topshirsang 2 haftada hujjat chiqqandan 2 haftaga qanaqadir so'roq qo'yar ekan vizaga kirishga. Aytaylik, men martda topshirdim Sienaga. Atvetim tezda chiqdi, menga 2 hafta bersa qanday bo'ladi vizaga kirib chiqish? Qo'limda diplomim bo'lmaydi-ku, yo bu yolg'on ma'lumotmi? Ham yolg'on, ham rost. Ya'ni yolg'onligi nimaga? Unday emas. Ya'ni o'zimni kesib aytaman, o'zimda 2 ta o'quvchim o'tgan 4-kursda iyul emas, avgustda oldi. Anasi kechikib ketdi diplomi, avgustda olib, sentyabrda Italiyaga yetib keldi. Sentyabrda oxirida yetib keldi. Endi diplom siz transkriptini yuklab turasiz va universitetga bog'liq. Deyarli ko'p narsa ruxsat beradi. Siz diplomingiz o'rniga transkriptni yuklab turishingizga.
ruxsat beradi. Ya'ni o'sha qabul yopilguncha, ya'ni stipendiyani ko'rda may deyapsiz-ku, adashmasam. O'sha maygacha siz yuklashingiz bo'ladi. Ularda aytilgan u narsa va o'sha universitetga topshirayotgan joyingizda yozib qo'yiladi o'zi. Talablarni ko'rsangiz aytadi. O'rniga ma'lumotnoma deydi. Ham transkript, ham universitetdan ma'lumotnoma joylaysiz. Shu ma'lumotnoma nima bo'ladi? Shu falonchalik qizdancha shu iyun oyida 15-iyunda bitiradi va keyinchalik diplomini oladi degan narsasi bo'ladi. Undan hozirgacha muammo bo'lgani yo'q, lekin ayrim universitetlar bor. Universitetni ko'rishingiz kerak-da, lekin ko'p holatlarda unaqa holatni hozirgacha ko'rganim yo'q. Yo'q, aynan universitetni nazarda tutmadim, chunki aytganingizdek men saytlari ko'rib chiqdim, hammasida aynan bitiruvchi kurslarga ruxsat berilgan. Men aytayotgan narsa viza uchun kerak bo'ladimi diplomimiz demoqchiman. Viza uchun kerak. Kerak, albatta, chunki DOV degan hujjati bor. DOV qilishingiz uchun sizda original diplomingiz kerak bo'ladi. Lekin iyulda chiqadi-ku, 4-kurslarni hammasiniki. Juda kechiksa avgustda bo'ladi. Men ko'rganim bundan kechikishini. Kontraktda o'qiydiganlarniki tez chiqadi, agar grantda o'qisangiz, biroz kechikishi mumkin. Kontraktda bizga ham shu iyulda deyishgan, prosta men aytgan nimam qanaqadir muddat berishadi deyishdi. Masalan, hozir topshirsak, atvet chiqqanidan 2 hafta ichida vizaga kirib chiqish kerak degandek anov qilishdi-da menga masalan. Unaqa narsasi yo'q. Yolg'on. O'shani o'ylab qoldim-da, agar oldinroq chiqib qolsa keyin nima bo'lar ekan, vizaga ulgurmaymizmi deb. Yo'q, vizaga yozasiz. U vizaga yozasiz. Menga shu paytda joy berdi. Oxirgi jarayon desam bo'ladi. O'ylayman savolingizga javob bera oldim va qolgan rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Men chatga qarayman. Hozir agar savol bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avval aka Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Savolim shundaki, hozir kurs sotib olsak, o'sha premiummi yoki oddiyroqni sotib oladigan bo'lsak, misol uchun eng oddiy tarifdan standartni sotib oladigan bo'lsak, bir marta hujjat topshirish, bir marta tekshirib berish hujjatlarni, keyin bir marta o'sha yordam, to'g'rimi? O'shanda misol uchun universitetlarga topshirishmi yokida anaqalarga nima deydi, scholarshiplarga topshirishmi? O'zi kursni ichida, umumiy kursni ichida o'zi qanaqa bilimlar berib boriladi? Общий kursdan anaqa nima demoqchi? Universitetdan ham scholarshiplarni berib turib, faqatgina bir ikkitasiga topshirmoqchi bo'lsa, o'shanga yordam beriladimi yoki faqatgina qanchadir miqdori bormi demoqchiman. Qaysinisiga yordam beriladi o'zi aslida? Rahmat savol uchun. Hujjatni tekshirib berish deganda bu siz o'zingiz xohlagan hujjat bo'lishi mumkin. Xohlasangiz motivatsion xat bo'lishi mumkin. Xohlasangiz universitetniki bo'lishi mumkin. Masalan, recommendation letter bo'lishi mumkin. Bu o'zingizga bog'liq. Ya'ni hujjat tekshirish. Endi hujjatni turi ko'p-ku. Ya'ni bu o'zingiz xohlaganda bittasini tekshirib olishingiz mumkin. Universitet bo'ladigan bo'lsa, aynan siz xohlagan universitetni tekshirib berish bo'ladi. Ya'ni siz topshirasizdan, ya'ni submit qilishdan, ya'ni jo'natishdan oldin xohlagan, ya'ni siz bitta universitetga topshirmaysizda, kamida biz 2-3 universitetga topshirasiz deylik. O'shanda bittasi, masalan, bu bestagi. Qolganlarda ham shunday. Siz qo'shimcha ma'lumot kursi tartibi qanaqa deb so'rayapsiz. Bu haqida to'liq kurs tarkibi bilan esa ushbu havola orqali tanishib chiqishingiz mumkin degan joyi bor. Agar e'tibor bersangiz, o'sha yerda 1,5 oylik programmani to'liq yozilgan. Masalan, qaysi dars, qaysi haftada nima o'tiladi va nimalar o'z ichiga oladi, qanaqa nazariy, qanaqa amaliy bo'lishi haqida batafsil keltirilgan. Mana hozir tashlab e'londa qarasangiz, yozilgan hammasi, hamma ma'lumot. Boshdan oxiriga. Agar e'tibor berib qarasangiz. Assalomu alaykum. Yana savolim bor. Men bor uzr, men tushunarli. Hop.
hozir aytyapsiz, 3 ta toifaga bo'ldi-da. Birinchisi o'zi harakat qilib o'zi topshiradigan, xuddi sizga o'xshab. Ikkinchisi o'sha sal yordam olib qanaqadir kanallar orqali, uchinchisi o'sha konsaltinglar orqali, ya'ni hujjat topshirish nima deydi, dangasalar yo tarifi desak, turi desak bo'ladi. Sizni kursingiz bilan konsaltinglarni nima farqi bor aynan? Rahmat savol uchun. Birinchi o'rinda bu yerda siz o'zingiz harakat qilasiz. Mentorlik kursida siz uchun hech kim nima desam ekan, masalan, topshirib bermaydi, yozib bermaydi. Bir tanishib chiqsangiz ham yozilgan, ya'ni sizga faqat support qilinadi. Ya'ni masalan deylik, motivatsion letter deylik, o'shani o'rgatadi, qanday yozish, qanday bo'lish kerak va namunalar beriladi. Universitet ko'rsatiladi. Shu universitetlar misol tariqasida, masalan, Sapienza deylik, universitet ko'rsatiladi, sizga topshirish o'rgatib boriladi. Endi bu konsalting umuman boshqa narsa. U narsa haqida gaplashishdi. Hozir umuman boshqa mavzu haqida gaplashyapmiz. Ya'ni demoqchiman, mentorlik kursida siz xuddi deylik, tilga tayyorlanasiz, til sertifikatiga. O'shanda siz kursga borib o'rganasiz va o'zingiz mehnat qilasiz, baribir nazarga olgan. Bu yoq ham shunday. Italiyaga topshirish bo'yicha siz boshdan oxirigacha o'rgatiladi. Lekin o'zingiz harakat qilasiz bu yoqda. O'zingiz nima deydi? Topshirasiz. Faqat biz mentorlar sizga o'rgatamiz, qanaqa qilish, qilmaslik kerak ekanligi haqida. O'ylaymanki, savolingizga javob bera oldim. Yana hozir kimdir savol bergan edi. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Magistraturani deadline-ini qaytarib yubora olasizmi, iltimos? Hozir bir daqiqa ko'rsatib o'tgandim. Deadline-lari qanaqa bo'ladi hozir? Mana. Hozir ochiq universitetlar, yanvar oyidan o'zi ochildi ko'p universitet. Fevralda yana ham ochiladi. Fevral-aprelgacha hozir O'zbekiston talabalari topshirsa bo'ladi. Endi spesifik vaqtini bu universitetga bog'liq. Chunki hamma universitetning deadline farq qiladi va universitet ichidagi yo'nalishlar ham farq qiladi. O'sha nima, fakultetlarda ham farq qiladi topshirish muddati. Shunda 4-kursda noyabr, fevral-aprel topshirsa bo'ladi. O'sha kuzgi 1-semestrga sentyabrdan. Ha, shunday. Bu birinchi qabul bilan ikkinchi qabulda nima farqi bor, yo ikkinchi qabul uspet qilmaganlarga? Shundayroq desa ham bo'ladi. Ya'ni ayrim universitetlar bor, to'lmasi yopiladi. Ya'ni to'ladidan yopiladi birdan. Qabul ham erta qabul bor. Italiyadan boshqa davlatlarda ham agar bilsangiz shunaqa bor. Birinchi qabul, ikkinchi qabul, uchinchi qabul degani bor va farqlari, masalan deylik, birinchi xalqaro talabalar uchun ochiladi va keyingi qabullar, masalan, iyun-avgustdagi qabullar, masalan, o'sha Schengen zonada, Yevropa ittifoqida yashaydigan talabalar uchun bo'ladi qabul. Asosiy qilib universitetni aniqlasangiz bo'ladi. Universitetga qarashingiz kerak. Universitetdan. Sizni IELTS nechi? Mendami 6 edi. Bu 2 yil oldin topshirgan paytim. Ancha bo'ldi. Sapienzada emasmisiz Italiyada? Yo'q, Sapienza emas. O'sha. Rahmat, charchamang. Xo'p. Endi izohlarni ko'rib chiqsak yaxshi bo'lardi. Hozir qarayman. Juda chat ko'p bo'lib ketibdi, qaramaganda. Bir yilga piyer qilishim.
barcha savollarga javob bera olmaymiz. Shuning uchun eng aktualroq va siz aytib o'tmaganlarini topib, 3-4tasiga javob bersak ham bo'lardi. Yo'q. Siz aniq siz yordam bersangiz ham bo'ladi, chunki agar aytmagan bo'lsam, chunki xabar ko'payib ketibdi. Chalkash. Boshidan keladigan bo'lsak, demak bizda hozir birinchi hozir ko'rganim 11-sinfni tugatyapman. Shunda Italiyaga bakalavrga topshirishim uchun 1 yil gap yer qilishim kerakmi degan savol bor ekan. Yo'q, gap yer emas, 1 yil foundation o'qishingiz kerak. Gap yer emas. Ya'ni siz Italiyaga topshirishingiz uchun bakalavr deylik, sizga 12 yillik ta'lim kerak. O'zbekistonda 11 yillik ta'lim bor. Shuning uchun sizda ikkita variant bor. Birinchisi yoki Italiyani o'zida foundation o'qishingiz yoki O'zbekistonda xoh xususiy bo'lsin, xoh davlat universitetida 1 yillik nima deydi? Bakalavrga masalan birinchi kursga kirasiz, o'sha foundation hisobiga o'tadi demoqchiman. O'qishingiz kerak bo'ladi. Gap yer olmaysiz. Ya'ni 1 yil o'qishingiz kerak bakalavr uchun agar o'qimoqchi bo'lsangiz. Bu yerda medical unis, meditsina yo'nalishidagi universitetlarni ham so'rashayotgan ekan. Meditsina Italiyada biroz farq qiladi va topshirish jarayoni ham, o'qitish jarayoni ham va boshqacharoq. Shuning uchun O'zbekistonda ham kamchilik o'qishadi. Chunki nimaga deganda ko'p meditsina yo'nalishlari italyan tilida o'qitiladi va amaliy ayniqsa ko'pi bor, lekin nazariy desa bo'ladimi, shunga qaratilgani bor va imtihonlari bor. O'zini meditsina bo'yicha topshirishingiz uchun biroz murakkabroq meditsina o'qish Italiyada. Talablari ham boshqacharoq. Spring 2026-yil uchun magistraturaga Italiyaga grant yutsa bo'ladimi? Germaniyaga topshiryapman, kontrakt rosa qimmat chiqyapti. Bahorga siz mavsumga demoqchimi? Men tushunma qoldim. Ha, menimcha bahorga 26-yil. Hozir topshirasiz. Hozir masalan topshirsangiz kuzda o'qish boshlanadi Italiyada. Sentyabr, oktyabrda o'qish boshlanadi Italiyada. Hozir topshiradigan payt unaqa bahordan boshlanadigan universitetlarni men bilmayman. Italiyada faqatgina deyarli davlat universitetlari o'zi sentyabr, oktyabrda ochiladi. Darslar. Bu yoqda bir kishi Ollanazar degan kishi qo'l ko'tarayotgan hozir yo'q. Yana ikkita odam qo'lini ko'tarayotgan ekan. Agar boshqalarda savol bo'lmasa, shu bilan chatni yakunlar edik. Nima deysiz? Bo'ladi. Agar yozibdi hozir. Qo'l ko'tarayotganlarni hozir ovozini ochib qo'ydim. Istasangiz savol berishingiz mumkin. Men ma'lumot tashladim. Hozir ma'lumot mana shu Telegramim bor, shu yoqda so'rashgan ekan. Men bu kishini hozir yana Farida va Sarvarlar qo'lini ko'targanda ovozlarini ochib qo'ydim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men arxitektura bo'yicha ma'lumot so'ramoqchi edim, magistratura uchun. Bu haqida to'liq ma'lumot berisizmi Italiyada o'qish bo'yicha?
Magistratura Italiyada o'zimni bitta o'quvchim ko'rsatgandi, Padova universiteti misolda aytaman. Arxitekturaga topshirish yuqorida aytganimdek hujjatlar o'sha sizni CV'ingiz, xatlaringiz va qo'shimcha sifatida portfolio so'rashadi. Ko'pchilik Italiyadagi universitetlar agar bilmayman, men arxitektura sohasida o'qimaganman. Agar universitetingiz portfolio qilgan bo'lsa, o'shani topshirishingiz kerak. Majburiy degan joyi bor. Ya'ni portfolio degani nima? Siz arxitekturaga nima deydi, o'zingizni dizayn deylikmi, ya'ni sohangizga oid qilgan ishingizni ko'rsatishingiz kerak va shunaqa talabi bor. Ko'pchilik arxitektura yo'nalishiga topshirayotganlar uchun, ayniqsa magistratura, men bilaman, ya'ni o'zim o'quvchim topshirganda shu narsasi bor edi. Portfolio qolgan hujjatlari bir xil topshirish. Italiyadan tashqari yana boshqa davlatlar bilan ham ishlab ko'rganmiz, masalan Germaniyami misol uchun. Bor endi, masalan Amerikada ham o'qiydi o'quvchilarim bor, Yaponiya, hamma davlatdan bor. Endi bilaman, ma'lumotga egaman, lekin hozir ko'proq biz Italiya bo'lgani uchun Italiya haqida aytyapman. Hozir yana oxirgi savolim. Ko'pchilik universitetlar uchun bank shot qo'yilishi kerak deb aytilgan. Italiya universitetlari. Yaxshi savol berdingiz. Italiya, masalan Germaniya shunaqa bilaman, ya'ni bank shot qo'yasiz 13 mingdan ortiq yevro. Lekin Italiyada unaqa narsasi yo'q. Bank shot qo'yish degan narsa bor, lekin unaqa bankka katta summa qo'yilmaydi. U narsani faqatgina hujjat tarzida ko'rsatsangiz bo'ladi. O'z bankda taxlab berishadi u narsani. Italiyano, Germaniyaniki kabi emas demoqchiman. Bank shotdan unchalik ham yo'q, talabi kuchli emas Italiyada. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Ma'lumotlar uchun rahmat. Xo'p. Menimcha yana bitta odamni savoliga javob berishimiz mumkin. Agarda chatda yozsangiz, chatdan yoki hozir gapirmoqchi bo'lsangiz, gapirishingiz mumkin. 2-3 kishi ko'targan ekan. Malik Supermax xabar. Undan ortiq Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Italiya universiteti nechinchi o'rinda turadi? Topda turadimi? Top 100 talikka kiradimi? Italiya universiteti deyapsiz, bu juda general so'rayapsiz, ya'ni universitetga bog'liq. Ya'ni o'sha top o'sha 100 talik masalan deylik, Sapienza universiteti o'sha 128-o'rinda turadi deylik. Masalan Pisa universiteti bor, 300 ta turadi. Bu narsa universitetga bog'liq. U ya'ni aynan bitta universitet sifatida ayta olmayman. Ya'ni universitet ko'p va har birini o'zini rankingi bor. Rahmat. Xo'p. Fazilatxon, boyagi boshlangan bir so'ralasizmi? Yoki o'z qanday bularga nima desam ekan, oxirigacha kutganlarga bor degan edim. Shu narsani qanday qilsak bo'ladi demoqchiman. Men sizga yuborib qo'ydim. Qanday bonus? Bonus degan, ya'ni universitetlar ro'yxati bor, u yerda grantlar bor, scholarshiplar bor, ro'yxati bor. Fayl qilib tashlab qo'ydim. Ya'ni oxirigacha kutganlar uchun foydali ma'lumot deb o'ylayman. Menimcha hozir mana xabarimizni oxirida tashlab qo'ydim. Mentorgo'dan Italiyada ta'lim mentorlik kursi. Kimga kerak bo'lsa ma'lumotlar plus qoldirishi mumkin va biz ularga shaxsan aloqaga chiqib tashlab beramiz alohida. Bu aynan bugun oxirigacha qolganliklarini ko'rsatib beradi. Shu oxiriga qolganlar uchun. Demak, yana qaytib o'tamiz. Bonus sifatida mentorimiz tomonidan taxlangan ikkita hujjat bor ekan va unda universitetlar ro'yxati va grantlar ro'yxati to'liq qilib
to'plangan. Agarda siz Italiyaga aynan o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, grant yutmoqchi bo'lsangiz, jiddiy ravishda biz sizga plus qoldirsangiz o'zingizga tashlab beramiz. Shuningdek, mentor bilan bog'lanishingiz uchun ham mentorning linkini yuborib qo'yamiz. Kursni tashlab qo'ydim. Savollar qolib ketgan bo'lsa, siz mentor bilan shaxsan aloqaga chiqqan holda ulardan so'rashingiz mumkin. Bu chatimizni qisqa qilishimiz endi reglamentga bog'liq. Afsus, buni uzoq qila olmaymiz, chegaralangan. Ammo siz yaxshiroq tayyorlanmoqchi bo'lsangiz va hujjatlaringizni tizimli ravishda mentordan birgalikda tuzmoqchi bo'lsangiz, biz hozir kurs ochganmiz va bu kurs hozir aktual va sizni kursimizda ko'rishdan mamnun bo'lar edik. Kattakon rahmat Erkinov Shahboz, juda ham zo'r ma'lumotlar uchun. VIP desa ham bo'ladi. Katta rahmat sizga ham va ishtirokchilar uchun hurmatli vaqtingizni bugungi mavzu chatga sarflaganingiz uchun umid qilaman. Rahmat. Hammani Italiyada ko'rishni kim xohlasa, Italiyada umuman xorijda o'qishni reja qilgan bo'lsangiz, ko'rishguncha Xayr.